Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana Valijon Abdullayev. Bu yil xudo xolasa organikani ham ko'proq qo'llashga harakat qilyapmiz. Bu biopreparatlar kasalliklarga, hasharotlarga, keyin shu ozuqalarni hazm qilishga yordam beradigan biopreparatlar, foydali parazitlar hisoblanadi, bakteriyalar. Xo'sh, ekib bo'lgandan keyin buni 1 gektarga 10 litr hisobida berdik. 3-4 kun o'tkazib berganmiz. Undan keyin bu berilar ekan. Buni foydasi shu yerdagi hasharotlar bilan kurashar ekan. O'zingizlar ham bir o'qib o'rganib chiqishinglar mumkin. 1 gektarga 5 litr hisobida berdik. Yana 1 oydan keyin yana 5 litr hisobida berib yuboramiz xudo xolasa. Beradigan holat bizga misol 1 gektarga 20 tonna suv beramiz. 20 tonnaga aralashtirib turib, bo'lib berib yuborganmiz xudo xolasa. Orqasidan bitta oddiy suvda yuvib yuboramiz. Bergan holatdagi videolarimiz ham bor. Uni ham bir inshaalloh ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'sh, uchinchisi organik pi. Bu misol yerdagi organik pi fosforni hazm qilishga yordam berar ekan. O'zi ham misol berib turibsizlar. Fosfor hisoblar belgisi u. Buni ham 10 litrga misol 10 litrga emas, misol 1 gektarga 5 litr hisobida berdik. Hozir mana yarimi qolgan, yana 1 oydan keyin yana beramiz xudo xolasa. Undan keyin 3-holatda bu ekan. Mana bu organik S organika N. Buni bargdan sachyapmiz. Sababi biologik fungisid deb yozib qo'yilgan mana. Xo'sh, 10 litrga 50 gram hisobda bundan qo'shib turib, mana bunisini Biodux degan narsa bor ekan. Buni toza misol 1 litr oddiy suv, silvermi, oddiy farqi yo'q. Oddiy suvga buni 1 litr sindirib turib, tayyorlanib turib, matka olagan, matchlaydi. 10 litrga 20 gram hisobda ikkovini aralashtirib turib, 12 haftada bir marta sachib turilar ekan. Kasalliklardan yaxshi himoya qilar ekan. Biz uchun ham joy ayni muddao bo'ldi. Endi bilasizlar, men uning ko'proq bizni qiynaydi. Koreyskiy Kingsbury ko'proq ekamiz. Bu yil sinab ko'ramiz, xudo xolasa. Imkiyatlardan ko'ra bu yaxshi bo'ladimi ekan. Xo'sh, buni organik N, bu misol vegetatsiya davrida kerak bo'ladi, barglarni o'stirib olib, katta qilgani. Buni ham oxirida berib yuboramiz, xudo xolasa. Bu ham 10 litr ishlatilar ekan. Xo'sh, 10 litr emas, 5 litr ishlatsak ham bo'laveradi. Gektarga 5 litr. Hozir buni berganimiz yo'q hali. Turibdi. Qolganlardan ishlatdik, xudo xolasa. Bunga navbat keldi. Sababi qulpnoylarimiz gullab, ancha yaxshi holatda hozir, xudo xolasa. Ikkinchi xom tagini olib, mulcha selofan yopish jarayonidamiz. Mana hozir qulpnoylarda endi bakini uncha ko'p ovorilmaydi, sababi gullash jarayonida balki kerak bo'ladi. Gullagandan keyin asosan tanoblarni olib turib mulcha qilinadi. Gullar. Giyohlar katta bo'lib, mana gullari chiqib kelyapti xudo xolasa. Qaynaganlari ham bor mana. Shuna holat, xudo xolasa. Allohdan so'rab harakat qilaveramiz mana gullarni. Endi vegetatsiyada yaxshirab boqib olishimiz kerak, xudo xolasa. Baklarni ko'pgina qilib, baklarni katta qilib qo'ysak, asosan quyoshdan fotosintez bo'lib turib, ozuqani beradigan narsa bu. Tomirda bergan ozuqangizni bak bo'lmasa bir ting. Shuning uchun baklarni katta sog'lom qilib olishimiz kerak, xudo xolasa. Albionlarda ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz, xudo xolasa. Albion ham juda yaxshi holatda hozir. Bugungi qisqacha videomiz shu. Tani joyinglar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana Valijon Abdullayev. Anchadan beri ko'rishmadik. Voyvona. Tani joyinglar sog' bo'lsin, dehqonchiliklar bo'lyaptimi? Bugun mana 29-sentyabr, oktyabrga ham ozgina qoldi, xudo xolasa. Xo'sh, bugun berayotgan ozuqamiz organik pi beryapmiz. Buni sababi bu fosforga yordam beradi. Mana endi o'qisangiz ham bo'ladi. Mana tuproqdagi misol qiyin eriydigan fosfor kaliyni o'zlashtirib beradi. Bu degani aynan fosfor emas bu, lekin tuprog'ingizdagi fosfor yoki ozuqalaringizni, bergan ozuqalaringizni hazm bo'lishiga yordam berib,
tomir sistemasini kuchaytirib beradi. Aynan vegetatsiya davri uchun juda zo'r ekan. Bu bundan keyin beryapmiz. O'rtada yana bitta beriladigani bor edi. Buni ham bitta alohida video qilib tashlab o'tib ketaman. U kasalliklarga qarshi edi. Buni video qilgani ulgurmadik to'g'risi. Shuning uchun biz dezinfeksiya qilganimiz uchun uni o'rtada to'xtatib turdik. Yana bir marta beramiz. Xo'sh, mana. Buni dozasi. Men misol 1 gektar joyga 20 tonna suv beryapman, ozuqa berganda. Shunga 5 litr qo'shamiz. Bir tubga 250 gramdan to'g'ri keladi. Xo'sh, ertamanda bo'ladigan bo'lsa, buni ertaroq bergani yaxshi. Foydali bakteriyalar bor. Ertamanda berib turib, orqasidan yana bir 5 minut 6 minut suv berib yuboryapman. Birinchidan ozuqalar ham sal pastga tushib oladi, keyin kapelni ham yuvilib oladi. Xo'sh, qulpnay holatini ham bir ko'rsatib o'tib ketaman hozir. O'rtada bitta xomtay bo'ldi. Endi bu tanoblarni tozalab, yana bitta xudo xolasa tozalov bo'ladi. Yaqinda o'sha xudo xolasa gul chiqarish alomatlari o'zi boshlandi. Gullar chiqaradi xudo xolasa. Bu yerda albionlarimiz yonimlariga uchun uni ham bir ko'rsatib ketmoqchi bo'ldim. Albionlar ancha chiroyli bo'lib qolgan mana mevalar. Arilar kelib changlatishi ham yaxshi bo'lyapti uni. Tepada setkasini olib borganimizdan keyin ancha arilarga ham qulaylik bo'lib qoldi. Albionlar ham yomon emas. Bizda shunaqa gaplar. Tanijoylar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka. Alloh o'zi qo'llasin. Allohdan so'rab harakat qilaveramiz. Natija Allohdan. Lekin pastlari ham yaxshi bo'lyapti. Mana tepada ham misol yaxshi bo'lyapti, pasti ham yaxshi bo'lyapti. Xudoga shukr, bu tomon ham quyosh ko'ryapti. Har qalay eplasangiz bo'lar ekan 3 qavatda ham. Mana hozir abidga yaqin quyosh bemalol ko'ryapti bu tomon. Abiddan keyin bu tomon ko'radi. Mayli, omadinglar bersin. Ma'lumotlar yo'q ekan bo'lsa, laktash boshingizdan chiqarmanglar. Omad. Chiroyli, oktyabrning boshiga